Buxoroda dam oladigan mana shunday maskan bor ekanligini bilarmidingiz? Keling batafsil gaplashamiz. Buxoro deganda ko'pchiligimizning ko'z oldimizga tarix gavdalanadi. Ko'pchiligimiz o'sha mashhur bo'lgan tarixiy obidalarni bilamiz, ziyoratgohlarni bilamiz. Va hozir sizlarga ko'rsatadigan joyimizni bilganingizdan keyin albatta Buxoroga tashrif buyurganingizda bu yerga kelmasdan ketmaysiz. Sababi mana shunday katta hududda, salkam 5 gektar hududda shu darajada katta bir bog' tashkil qilinganki, hayratda yoqqa ushlaysiz. Qisqa qilib aytadigan bo'lsam, ko'p gapirmayman. Keling yaqindan tanishib chiqamiz. Buxoro Varnet mas'uliyat cheklangan jamiyat haqidagi ijtimoiy tarmoqlardagi videolarni qidirib ko'rganimda ko'pchilik bu yerga kirish narxlariga qiziqqan ekan. Shu sababdan bu haqda ko'rsatuvimizning boshida ma'lumot berib o'tmoqchiman. Bu yerda 5 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun bepul, 5 yoshdan 10 yoshgacha bo'lganlar uchun 10 ming so'm va 10 yoshdan kattalar uchun 20 ming so'm to'lov qilib kiriladi va ishonavering, mana shu to'lagan pulingizga 100% rozi bo'lib chiqib ketasiz bu yerda. Sababi bu yerda mavjud sharoitlarni, imkoniyatlarni va manzarani, vibe'ni hamma joydan ham topa olmaysiz. Do'stlar, Varnet bilan yaqindan tanishishni boshlaymiz va bizga Beshim aka yordam beradi bu jarayonlarda. Aka, assalomu alaykum. Yana bir bora Buxoro Varnet mas'uliyati cheklangan korxonaning asosiy faoliyati zamonaviy oynaband issiqxonalarni qurishi. Bugungi kunda 30 gektar zamonaviy oynaband issiqxonalar qurilgan. Bu issiqxonalardan asosan yetishtirilayotgan pomidor mahsulotlari eksportga yo'naltirilgan. Shu bilan birgalikda bu faoliyatdan biri ko'chatchilik faoliyati. Inventoro laboratoriyasida ko'chatlarni yetishtirish, urug'lardan ko'chatlarni yetishtirish, issiqxonalarga eng asosiy kerak bo'ladigan mutaxassis, ya'ni agronomlarni tayyorlash akademiyasi ham tashkil etilgan. Universal ekanda bunday olib qarasa o'sha issiqxona kerak bo'lgan hamma narsa mana shu yerda o'zida. Hamma narsalar bor. Bu korxonani tashkil etilish tarixini ko'raylik. Bu adashmasam chet el franshizasi. Franshiza sifatida O'zbekistonga olib kelinganmi? Qanday? Masalan, Turkiya bilan hamkorlik. Turkiya davlatining Varnet kompaniyasi asosida bu yerda Buxoro Varnet tashkil etilgan. Buxoro 100% Turkiyani to'padan to'g'ri investitsiyasi asosida tashkil etilgan. Buni adashmasam 5-avlod issiqxonasi deb ta'kidlab o'tdingiz. Bu 5-avlod issiqxonasi O'zbekistonda sanoqli topiladi va mana shu 5-avlod issiqxonalarda boshqa issiqxonalardan farqi qanday bo'ladi? Shunaqa haqida ozroq ma'lumot bersangiz, keyin bo'limlarga tashrif buyuramiz. Qaysidir mana o'sha bolalar maydonchasi. Endi bu issiqxonalarning asosiy afzalligi boshqa issiqxonalarga nisbatan birinchi navbatda bu shishalik, oynavand issiqxonalar. Bu issiqxonalar avtomatik boshqariladigan, ya'ni issiqxona ichidagi temperatura, namligilarni o'zi avtomatik holatda boshqarib turiladi. Ya'ni uning issiqligi qancha darajada, ko'chatga qanchalik darajada issiqlik yoki namlik kerak bo'lsa, uni avtomatik boshqarib turadi. Shuning uchun u yerda yetishtirilayotgan mahsulotlar sifatli va toza tabiiy mahsulot yetishtiriladi. Mana bolalar o'zlariga kelib o'yingohlarda o'ynashlari mumkin. Oilalari bilan kelib o'yingohlarda o'ynashlari mumkin. Shu bilan birgalikda bolalarni tabiatga mehrini uyg'otish maqsadida mana shunday ishlar tashkil qilganmizki, bolalar o'zlari keladi. Mana bu yerdagi tuproq, suv, ana ko'chatlarni olib, bu yerda o'zlari ekadi. O'zlari ekib, shu ko'chatlarni o'zlari ekadida, o'zlari ya'ni sug'orib, xuddi shunday, mana shunday sug'orib, ko'chatlarni o'zlari bilan olib ketadi. Endi bu narsa yoshlarimizni tabiatga
mehrini uyg'otish maqsadida Tushunarli. qilingan ishlar bular hammasi. Bu yoqqa kelgan bolalar shuningdek hayvonot bog'ida mana bunday ozuqalarni xarid qilib, hayvonlarni oziqlantirish ham mumkin ekan. Bolalar uchun bu ham bir esda qolarli xotira bo'ladi. Shunday. Bu yoqda asosan parrandalarmi yo bo'lmasa boshqa turdagi hayvonlar ham bor. Asosan bular parrandalar, turli xil parrandalar. Keyin ana uy hayvonlari, uy hayvonlari sizlarga maktablarda ko'rib, kitoblarda o'qib, bu yerda kelib ko'radilar-da. Ha, tushunarli. Bolalar 10 ming so'm, 5 gektar joy, bular to'liq hammasi bepul. Dam olish xonalari, bolalar haligi o'ynaydigan o'yingohlar, bu yerdagi hayvonot bog'i, bular hammasi bepul bolalar uchun. Kattalar uchun ham bepul. Faqat kirishga kattalar uchun 20 ming so'm, bolalar uchun 10 ming so'm. Tushunarli. Bu qaysi hayvonni ozuqasi bersak mayli? Bu hamma kaptarlarga berish mumkin, tovuqlarga berish mumkin. Bu parrandalar uchun donlar. Qushlarni oziqlantirish, balki o'zingiz shu yoqdan parrandalarni xarid qilib olishingiz ham mumkin. Albatta bu yosh bolalar uchun ajoyib sovg'a bo'ladi, ularni tabiatga yanada oshno qiladi. Juda go'zal manzara, inson miyasi dam olar ekan bu yoqqa kelsa. Ishdan charchab. Qanday rejimda ishlaydi bu? Ertalab soat nechidan nechigacha? Ertalab soat 8 dan kechqurun soat 11 gacha ishlaydi. 11 gacha. Ishdan chiqib, oilaviy kelib, kech chiqqan insonlar ham hattoki bir dam olib ketsa bo'lar ekan. Bo'ladi. Sir bo'lmasa, bu yoqda hozir necha xil turdagi parrandalar, hattoki oq tovuslar ham bor. Oq tovuslar, rangli tovuslar bu tomonlarda ham bor. Necha xil turdagi parrandalar bor bilasiz? Bu yerda hozir 25 xil turdagi parrandalar bor. Bular mana Andijon qora tovuqlarmi? Yo'q, qora tovuqlar bor, yapon tovuqlari deydi, ulardan bor, bu tovuqlardan. Barcha turli xildagi tovuqlar bor. Inkubatsiya ham yo'lga qo'yganmiz. Inkubatsiya ham bormi? Inkubatsiya ham bor bu yerda. Shu o'zidan mana inkubatsiyadan chiqqan, yaqinda chiqqan ana bu o'rdaklarimiz. Tushunarli. Bu yoqda nafaqat o'simliklar, balki parrandalar ham o'zlari tomonidan yetishtirilar ekan. Bu parrandalar inkubatsiya faqat varnet o'zi uchunmi yo bo'lmasa sotish uchun ham qilinadimi? Varnet o'zi uchun ham, sotish uchun ham shu yerda inkubatsiyadan chiqqan jo'jalar sotiladi. Sotilish uchun ham. Bu yoqda qishda havo harorati qay darajada bo'ladi? Havo harorati qishda ham 20-25 atrofida bo'ladi. Mana bu tovuqlar turli xil, boshqa xil tovuqlar. Mana bu kaptarlar boshqacha. Mana bu yerlardagi mana Gvineya qushi, tovuqlar boshqa xildagi tovuqlar. Bizda o'zimiz xalqimiz algisi bor, birovni boshqadan pulni sanashni yaxshi ko'ramiz deb aytishadimi? Bu yoqda mayli birinchi navbatda daromaddan oldin bu yoqqa ketgan xarajatlar haqida ham gaplashsak, o'sha qancha investitsiya kiritilgan xorijlik investorlar tomonidan? Bugungi kungacha xorijiy to'padan to'g'ri xorijiy investitsiya 32 million dollar tashkil etadi. Bu 32 million dollar ichida asosan O'ynavand issiqxona qurilgan. Mana shu inventoriy laboratoriyasi, ko'chatchilik, shu yerda kuniga o'rtacha holatda yetishtirilayotgan ko'chatlar, yetishtirilayotgan sabzavotlar, eksport bo'layotgan bular hammasi albatta daromadga olib keladi. Korxonani daromadiga olib keladi. Endi loyiha tuzilganda boshida qancha vaqtda bu loyiha o'zini oqlab plyusga o'tishi rejalashtirilgan? Loyihaning rentabellik darajasi 20-25%. Bu degani minimalni 5 yil ichida o'sha foydaga kirish kerak. Tushunarli. Bu yoqqa kelgan yurtdoshlarimiz shu bilan adashmasam, agar xohlasa ko'chatlar ham xarid qilib olish mumkin, to'g'rimi? Shunday, ha. Bu ularga sotilgan ko'chatlar ham in vitro laboratoriyalarda yetishtirilgan, in vitro laboratoriyada yetishtirilgan, barcha kasalliklardan xoli holda yetishtirilib chiqariladi. Shu yerni o'zidan ko'rib, o'zlari ham mevasini ko'ryaptilar. Shuni ko'chatlarni sotib olib, uylariga, fermer xo'jaliklari bo'lsa ko'proq olib sotib olib ekadilar.
Tushunarli. Do'stlar, biz hozir Varnetni yuragidamiz desak ham bo'ladi, sababi biz ko'chada ko'rgan deyarli barcha o'simliklar, ko'chatlar ayni mana shu laboratoriyada in vitro usulida yetishtiriladi. Hozir bizga in vitro usulda yetishtirilgan ko'chatlar haqida batafsil o'zingiz ma'lumot berib o'tsangiz, bu laboratoriyani boshqa usulda ko'chat yetishtirishdan qanday farqi bor, shular haqida to'liq gapirib bersangiz bizga. In vitro laboratoriyasi har bir mevali yo mevasiz o'simliklarni, sabzavotlarni uni klonlashtirish, ya'ni bu yerda yetishtirilayotgan ko'chatlar barcha kasalliklardan xoli holda yetishtiriladi. Bu yerdan yetishtirilib fermerlarga berilgandan keyin bunga kasalliklar uchramaydi. Kasalliklarga qarshi emlangan bo'ladi. Yaxshi hosil beradi, sifatli hosil beradi. Shunda misol uchun aytaylik, uzum mevasini olgan bog'bon uzumni dorilashga hojat yo'q, shundaymi? U O'zbekiston iqlimida uchraydigan, odatiy uzumlarda uchraydigan turli kasalliklardan xoli bo'ladi. Ha, shunday. Bu degani dorilanmagan, toza, sof mahsulot olish imkoniyatini oshiradi. Banan o'simligi, papaya o'simliklari, aroniya, bular shu yerda in vitro laboratoriyasida yetishtiriladi. Mevali daraxtlar o'zimizda ya'ni O'zbekistonda iqlimiga moslashtirib yetishtiriladi. Ya'ni O'zbekistonda o'sishiga hech qanday muammo bo'lmaydi. Yo'q, hech qanday muammo bo'lmaydi. Bu yoqda bir vaqtning o'zida qanchagacha ko'chat yetishtirish imkoniyati mavjud. Bir chiqargan misol uchun buyurtma bo'yicha chiqiladi, to'g'rimi? Buyurtma bo'yicha tayyorlanadimi? Oldindan tayyorlanib qo'yilib, tayyor mahsulotlar mijozlarga sotiladi. Bu yerda in vitro laboratoriyasi buni eng yangi rusumdagi uskunalar bilan jihozlangan. Bu ishlab chiqarish hajmi, 1 yillik ishlab chiqarish hajmi 30 million donagacha ko'chat yetishtiriladi. Chiqib ketish qismida gullarni xarid qilishingiz mumkin. Nafaqat gul ko'chatlari, bu yoqda gullar uchun tuvaklar, o'g'itlar, kerak bo'lgan barcha mahsulotlarini topasiz va eng muhim tomoni, yana bir bor ta'kidlab o'taman, bu yerdagi gullarning sifat jihati, bu yerdagi ko'chatlarning sifati boshqa joydagi ko'chalarda, bozorlarda sotiladigan ko'chatlardan ko'ra ancha bir necha barobar yuqori. Mening xalqimni kuzatishda davom eting. Bundanda qiziqarli maskanlar, bundanda qiziqarli va serdaromad tadbirkorlik faoliyatlari haqida sizlarga ma'lumot beramiz.